Kökte javlan qılıvatqan bu ay yulduzluq bayraqqa sansızlığan qahramonlik dastonlari putilgan. Kökte chaqnavatqan bu ay yulduzluq bayraq sansızlığan şehitlerinin qini bilan sug'urilgan. Tariximiz, itiqadimiz, madaniyatimiz yo'g'rilgan bu ay yulduzluq ko'k bayraq oldingi asrda ona vatanimiz Sharqi Turkistonda 2 qatim mag'rurona qad ko'targan. Bu bayraq 1933-yili va 1944-yildagi 2 qatimliq Sharqi Turkiston Islom Cumhuriyatining qurilishiga shohid bo'lgan edi. Bu muborak bayraq ayni vaqtda Sobit Damollam, Muhammad Amin Bug'ra, Elixon To'rilar hurmat bilan qo'llariga elib so'ygan bayroq edi. Bu bayroq shir yurak mujohidlarimiz iftixor bilan janglarda lapildatgan, shahidlarimizga yupuq qilgan bayroq edi. Bu bayroq tarixda qanchilg'an saltanatlik davlatlar qurilgan bu tavarruk zaminga ko'z olayotgan tajovuzchilarga ogohlantirish maktubi bo'lganidek, bu zaminning haqiqiy egalarining kimlar ekanligiga dalolat qilib turadigan hujjat bo'lgan edi. Bu bayroq shularga shohid bo'lgan ediki, Xitoylar necha asrlik qulluq asoratidan qutulib, tizlangan yeridan o'milab turayotgan chog'larida Sharqi Turkiston xalqi asosiy qonunlari bekitilgan, islom bilan zamonaviy jamiyatni birlashtirgan jumhuriyat davlati qurib, tarixiy ulgu yaratgan edi. Ya boshqalarga qul bo'lish, ya boshqalarni qul qilishdan iborat qulluq engini hayot falsafasi qilgan Xitoylar yangi bir fashist davlati qurayotganida ajdodlarimiz madaniyatimizning, kuch-quvvatimizning manbasi bo'lgan islomiyatni, erkinlikning, gullanishning birdan-bir yo'li bo'lgan azodiyatni, tinchlikning, insoniy haq-huquqlarning kapolati bo'lgan adolatni, birlikning, hamkorlikning asosi bo'lgan uxuvvatni jumhuriyatimizning to'rt-to'rik qilib qo'pirib chiqqan edi. Bu bayroq shuningga shohid bo'lgan ediki, Sharqi Turkiston xalqi g'aljirlik bilan besib kelgan Xitoy tajovuzchilarining kulini ko'kka so'rib, dod faryod ko'targizgan edi. Ularga bu zaminning egisi bor degan edi. Ularni bular qanday xalqda o'limdan qo'rqmaydigan, balki o'limni qo'rqitadigan degizgan edi. Bu bayroq yana dal dunyo tartibi qoidadan o'rnatilgan davrga udul kelib, tanho, bequvul qolgan Sharqi Turkistonning echinishlik taqdiriga Xitoy ishg'oliyatchilarining maynat tirnoqlari bilan bu pok zaminni yovuzlarcha tilg'ashlariga shohid bo'lgan edi. Yerim asrdan ortiq vaqtdan beri Sharqi Turkiston xalqi davlatsiz, bayroqsiz qolgan bo'lsa-mu, Sharqi Turkiston davlatini qalbiga tiklab, ko'k bayroqni yurak so'qishlari bilan tangmavj urg'izib, umid bilan sug'urib, yashnatib keldi. Muhojiratda vatansizlikning dardini yetkuchi tortgan Sharqi Turkistonliklarmi har qaysi davlatlarda ko'k bayroqni javlon qildirib, ko'chalarni ko'kda bo'yab, 21-asrda ishg'oliyat ostida turayotgan, hatto irqiy qirg'inchilik yurgizilayotgan bir davlatning borlig'ini, bu davlatni qaytadan qurib chiqish mujodilasining bir kunmi to'xtab qolmaganligini va to'xtab qolmaydiganligini butun dunyoga jakarlab keldi. Bu bayroq kelgusida shuningga shohid bo'ladi-ki, Xitoy zo'ravonligi va hili-nayranglari bilan vatanimizni vaqtliq ishg'ol qila olishi, xohlagancha talon-taroj qila olishi, yetkuchi zulm qila olishi mumkin. Ammo Sharqi Turkiston xalqini tiz buktirishga, bosh egdirishga mangu qodir bo'lolmaydi. Bu bayroq yana shuningga shohid bo'ladi-ki, Sharqi Turkiston xalqi o'z davlatini pat yaqinda yana bir qatim qurib chiqadi va butun dunyoga haqiqiy hurlikning, zulmga bosh egmaslikning, adolatlik jamiyatning yangi bir ulgusini tiklaydi. Ay yulduzluq ko'k bayroq silkinib, to'lg'unib lapildeginicha
o'z tuprog'ida qaytadan tiklanishini zariqib kutmoqda. Mustaqillikqa talpingan milyonlagan yuraklarmi ay yulduzliq ko'k bayroqni o'z vataniga qaytadan tiklash orzusida tepichaklamoqda. İnsaniyet tarixining qonuniyati, dunyo vaziyati bo'lsa, bizga mustaqillik shabilaridan bishorat bermoqda. Bu bishorat butkul Sharq Turkistonliklarning bir nishonga qarab, o'rtaq hamkorlik bilan kuch chiqarishini taqozo qilmoqda. Bugun bizning Cumhuriyet kunimiz. Bundan taxminan bir asr muqaddam ajdodlarimiz bu muborak kunni tarix obidasiga o'yib chiqqan edi. Biz pat yaqinda ajdodlarimizning ruhini shod qilib, bu kunni tarix betiga cho'qim qaytadan yezib chiqamiz va ona vatanimiz Sharq Turkistonda qutlug'laymiz. İnşallah.